Baraka bo'ldi, barakasini bersin. Oyil. Voy, boshidan birinchi baraka bo'lsa juda ham zo'r. Men faqat shu avtomobillarimizni o'zimizni obunachilarimizdan ham xarid qilsam juda ham xursand bo'lardim. Albatta avtosavdogar akalarimiz ham mijoz, dilerlarimiz, lekin bunaqa arzon narxda bu diler olsa foydasi bor degani. Agar siz olsangiz shu mashinani bozordan arzonroq olgan bo'lasiz. Men doim bu haqda ta'kidlab o'taman. Malibudan zo'r va undan aqlli, ammo Malibu boshqa inomarkalarga qaraganda ancha raqobatlasha oladi. Tezlik bo'yicha tezlik bo'yicha raqobatlashishi mumkin. Yomon mashina emas, zo'r mashina, lekin kimga Hyundai, kimgadir Malibu. Aziz do'stlar, 77 354 0990 telefon raqamimizni telefoningizga tayyorlab qo'yinglar, chunki mana shunaqa zo'r narxlar chiqib qoladi, ulgurib qolish kerak. Nima deydi, diler akalarimiz foydasiga sotishadi buni. Agar siz shunaqa narxga olsangiz, qanday yaxshi, arzon olishingizga, olganingizga uverenniy bo'lib, nima deydi, ishonib yurasiz, baribir. Mazza.